Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Murod King. Bugungi video roligimizga xush kelibsiz. Va do'stlar, qanaqadir ovoz eshitilyapti tashqarida. Nima ekan hozir tekshirib ko'ramiz. Xo'p, mana eshikni ochib, qani tashqarida nima nima qilyapti? Bizning qishloqda bir dona ham it yo'q edi-ku, la'nati. Bu itlarni tezda bu qishlog'imizdan yo'qotish kerak yoki-da bularni uy yasab berish kerak. Yo'q-mayo, meni talab tashlayapti. Yo'q-mayo, qoch, la'nati. What the fuck? Yo'q-mayo, what the Yo'q-mayo. Va do'stlar, meni hozir o'ldirib tashlashdi. Tezda eshikni yopib qo'yamiz va endi biz xo'p, ana endi kirkani olishim kerak. Qani tezda. Xo'p, sandiqning ichida kirkalarim bo'lishi kerak. Xo'p, kirka va bizga hozir lapata ham kerak. Belkurak nima kerak deb so'rashinglar mumkin, chunki hozir biz yerning tagiga kirib loy kazlashimiz kerak, chunki tepaga chiqishimiz uchun. Birin-ketin loylarni kazlab ham oldim mana. Xo'p, tashqariga bir chiqib ko'raylikchi, tepaga asta-sekin chiqamiz va mana bu yerdan sindiramiz toshni. Xo'p, sindirdik va mana bu yerdan loy qo'yib chiqib ketamiz. Bu yerda qishloqlar bor ekan. Salom qishloqlar, bu yerda nima qilyapsizlar? Bizda itlar talab tashladi, shu nima qilishni bilmay o'tiribmiz. Bu itlarni yo'q qilishning yo'lini bilasizlarmi? Ha, bilamiz. Bunga skladdan ko'p baland suyak olib kelish kerak. Suyak? Buncha suyak nima? Qanday qilib hozir olib kelishim mumkin? Xo'p, pastga tushib biz hozir ko'proq loy kazlashimiz kerak, chunki biz hozir skladga ketamiz. Skladga borganimizdan keyin bu yerdan suyaklarni olib hamma itlarni o'zimizga o'rgatib olamiz. Xo'p, bu yerdan ko'pgina kerak bizga skladgacha yetib borishimiz uchun. Yo'q-mayo, mana bu yerda lava tomchilari tomyapti. Xo'p, mayli, e'tibor bermaymiz va mana bu yerdagi loylarni olishni boshlaymiz. Va mana buncha yetib qolsa kerak. Sklad unchalik uzoqda emas, yaqindagina mana bu yerlarni yopib tashlaymiz. Bo'ldi, tamom, всё. Ana endi la'nati. Mana bu yerda men nimaga yopdim? Bu yerda hozir chiqaman-ku men. La'nati, shunga miyam yetmabdi. Miyam emas, aqlim. Voy la'nati, tilim ham chalkashib ketdi. Xo'p, bu yerdan asta-sekin o'tishimiz kerak qishloqlarning oldiga. Bu itlar qayerdan kelganini hech kim bilmaydi. Qishloqlar ham mana bu binoning tepasiga chiqib olishibdi, nima qilishni bilmay. Xo'p, bu yerda bitta blok qo'ysak, yetdik. Qochinglar qishloqlar, o'tib ketay, iltimos, o'tib ketay. Xo'p, mana buning ustiga asta-sekin deb sakraymiz. Yo'q-mayo, tushib ketdim. What the fuck? Qani bu yerda sklad? Yo'q-mayo, u tomonda edi-ku sklad. Yo'q-mayo, la'nati. Endi nima qilamiz ekan? Yo'q-mayo, mana bu yerda uramiz va qochib ketamiz. Xo'p, hatto bitta men yarimta jonini oldim va mana bu yerda tezroq eshikni yopishimiz kerak. Skladdaman. Ana endi bu yerda suyaklarni topishimiz kerak. Bu sandiqdami? Yo'q, bu sandiqda ham emas. Mana bu yerda darrov kelishibdi. Xo'p, mana bu yerda 3 stak suyak bor ekan. Mana suyaklarni hozir itlarga berib chiqamiz. Qani sizlar, itlar, mana uje bizga o'rganishga tayyor turishibdi va mana do'stlar, biz o'rgatib ham oldik. Hamma itlarni va qishloqlar, uychalar ham tayyorlashib qo'yibdi mana. Bu yerda hozir menimcha 11 ta shuncha itlar bor, shuncha uy yasab qo'yishgan va bular hammasini turg'izishimiz kerak. Xo'p, ikkitasini turg'izdim, 3 ta, 4 ta va 5 ta mana Minecraft qatyapti. 6 ta, 7 ta, mana 8 ta, ishqib shunchada. Xo'p, mana hammasini ham yo'q-mayo, la'nati, mana bundaga bu yerda turibdi. Va hammasini uylariga joylashtirib chiqishimiz kerak va mana uylari. Hozir bularni men o'zining uylariga joylashtirib chiqaman. Sentraga kelinglar, qayerga ketdilar?
Xo'p, hozir bular hammasini bir-birovining uyiga joylashtirib chiqamiz. Mana do'stlar, hammasini uyiga joylashtirib chiqdik. Ana endi bularga go'sht pishirib berishimiz kerak. Mana buning uyi bu, buniki esa bu. Xo'p, yerga steyk kerak. Steyklarni pishirish uchun bizga kastyor va steykni o'zi kerak va biz hozir do'konga borib kastyor va steyklarni olib kelishimiz kerak. Ketdik. Va mana do'stlar, biz kastyor va steyklarni ham olib keldik va men bu yerda 4 ta kastyor olib keldim. Bu kastyorlarni qo'yamiz va mana bulardan kastyorlarga joylashtirib chiqamiz va bu tez orada pishib qoladi. Pechga ishlatib o'tirmadim, chunki pechkada bittalab pishguniga qadar ko'p bo'lib ketadi. Birdan shu yer kastyorga 4 ta qo'ygan ancha yaxshiroq vaqt tejaladi. Xo'p, bular endi qachon pishar ekan? Kutamiz. Sabrning tagi sariq oltin deyishgan. Mana steyklarimiz pishib qoldi va hammasi pishyapti. Xo'p. Mana hammasi pishdi va mana bu kastyorlarni lapatka bilan hammasini ustini o'chirib chiqamiz. Mana endi ketdik. Mana bu steyklarni berib kelamiz itlarga. Va bu itlarni biz hozirchalar shu yerda boqib turamiz. Keyinchalik esa buni shaharga olib ketishadi va shaharda bu itlar o'z egalarini topishadi. Xo'p, bu ishimiz sizlarga yoqdimi? Albatta kommentariyaga yozib qoldiringlar yoki bu itlarning hammasini o'ldirganimiz yaxshimidi? Xo'p, albatta kommentariyaga yozib qoldiring. Mana bu negadir bunday yurakcha chiqmayapti, chunki bu kattarish kerak hali. Mana bunga berdimmi? Berdim. Xo'p. Mana bunga ham, mana bunda ana endi bu kattartiramiz va bu ham kattardi. Ana endi oxirgisini o'tiray. Endi oxirgisini beramiz. Mana bunga mayli. Va steyklarning hammasini berib bo'ldik. Va do'stlar, mana hamma itlarni o'z uylarini qurib berdik va do'stlar, shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetadi. Hammaga xayr. Sizlar bilan men Murod King bo'ldim.